Ağaylar bugün biz Xorason nohiyasini Sharshar degan qishlog'da to'ydamiz nasib qilsa. Biz bu yerda video qilishdan maqsad mana shu yerda bir chashmasi bor, shu Sharsharni sizlar ham ko'rib turasizlar nasib qilsa. Nima deydi? Men ham necha yillar davomida ko'raman degichim, lekin bugun nasib qilsa. Assalomu alaykum. Sizlar Nasimbek Sho'muratovning kanalini kuzatasizlar. Inshaalloh nasib qilsa bu YouTube kanalimizga joylaymiz bu videoni. Sizlar videoni ko'rishda davom etingizlar. Hozir mana bu chashmani bor yaqindan bu birinchisi mana bu yerda ko'rsatadigan. Bundan keyin bor ikkinchisini ko'rsatamiz nasib qilsa. Xo'p, jiring endi bor ikkinchisini ko'ramiz. Ana mana shu xalq qishloqqa, mana qishloqni ko'rsating. Mana shu qishloqqa suv ketar ekan. Sharshar degan qishloq nasib qilsa. Aslida asosiy chashmalardan bir tanesi mana shu yer. Bakın videonun bakın. Nagayna karanlıkta ta şorlab жатыпты. Avval tinchlik bo'lsin. Yaqin ko'rsating, ila suvni qarang, chashmani qarang, qayerdan suv chiqib жатыр. Aparing, altdan ko'rsating chashmani. Yaqindan ko'rsang, ila shildirab yotgan toza suv. Qishloq ahli mana shundan bahramand bo'ladi. Yaqinlata. Artık ko'rsating, ko'rsin. Obunachilar. Ko'rinyapti-yo'qmi? Suv shaldirab qo'ygan. Ha? Ko'ringan bo'lsa bo'lmaydi. Bu Sharshar ahlini mana shunday suv bilan ta'minlaydigan Alloh taolaning mana shunday bir karomati-da bu ham. Naryoqdan ham to'gilyapti. Oy. Tak. Bitta, ikkita joydan to'gilib yotir suv. Endi ikkinchi chashmaga boramiz nasib qilsa inshaalloh. Hadi onisi bunisidan ham kattaroq ekan, borib ko'ramiz. Buna qarangizlar, burada Xorason nohiyasini. Hadi endi ikkinchisiga boramiz. Ketdik, davom etamiz. Nagayna ko'rganingizdek biz Sharshardagi birinchi chashmamizga ko'rsatib o'tkazdik. Endi nasib qilsa mana ikkinchisiga keldik. Mana shu xamish bo'lib yotgan joy chashma, ya'ni bir nechta ishlarni yaqinroqdan ko'rsating, bir nechta ishlar mana shu qishloq ahliga ketgan suv. Yana ba'zi birlar aytadi, bunga deydi, vaqtda deydi, katta ya mamalarimiz, babalarimiz deydi, xamir qila yerda, ichi yerda deydi. Endi bugungi kunda qanday sharoit yaxshi bo'lib turib, bu suvni ichmayga shunchaki juvishqa, agaratlarga qo'yishga ishlatadi ekan. Hozir nasib qilsa sizlarga to'badan borib ko'ramiz inshaalloh. Qana bu yerda qancha hajmda suv chiqyapti nasib qilsa. Videoda Nagaynar o'sha sizlarga aytgan chashmadan bittasi. Ya mana shu qishloq ahliga boradigan ishlar hozircha suv kerak emasligi uchun uzib qo'yibdi chag'imda. Charchab qoldik, ham buni pastni bir ko'rsating. Ana to'g'risi qo'rqayapman, kam jirgali ham buni bu tikkelikda. Xo'p, biz davom etamiz nasib qilsa. O'sha chashmani ko'ziga borishga. Ketdik. Videoni ko'rgan birodarlar iloji boricha like bosib, foydali yaqiningizda mana shunday odamlar foydalanadigan joyni hamma ham ko'rsinlar. Oy, ayağım da kesmesin. Askeri yaptı yok mu? Boş. Yaptınız mı? Ağaylar yani en kızık joyga geldik. En kızık joyga. Hop, ha sizler ko'rasizlar, mana shunday pastda say. Mana shunday say, biz qo'rqib chiqib keldik mana shunday joyga. Ammo sizlar ham biz ham kutmagan joy endi ko'ramiz. Suvni qarang, yani suvni ko'rsating. Mana bu suvni qarang, tiniqligini qarang. Mana shu qishloq ahli mana shunday suvdan foydalanib bahramand bo'lyapti bugungi kunda. Buni qarang bir. Allohning bir nimasi-da. Buni qarang, ko'rinyaptimi? Chiroyli qilib olyapsizmi? Mana ham bu yoqdan ko'ramiz, qana suv. Bu yerda suv qaysi tarafdan kelayotgani umuman ma'lum emas. Biron chashmadan shildirab to'gilgani ham ko'rinmaydi. Boshqa ham emas. Suv toza, biron qurt yoki bir shullik deganday hech gap yo'q. Hatto suv shildirab turib qayerdan chiqayotgani ham bilinmaydi. Samatok. Haligini aytganday, nima dey? Samatokmi? Shunday holda bu. Mana shu qishloq ahli mana shunday yaxshi suv bilan foydalanyapti. Shularni nerda ko'rdilaringiz? Ha. Nima deymiz? Aziz boshlaringiz omon bo'lsin. Malol kelmasa bir tarafda like, iltimos qilamiz. Like qo'yingizlar, mana shunday qolgan birodarlar ko'rsin, mana shunday joylar borligini, ya'ni
bizning Xorason yayımızdayım barlığını bilsinler. Aman bolinglar.